Assalomu alaykum. Sherif Fishing YouTube kanali obunachilar. Bugun bir ajoyib joyga keldik. Xullas, tushish qiyinga o'xshaydi, lekin narigi tomondan joylari qilingan. Bir soy deymizmi bayt. Endi soy ekan, suvi oqib turibdi. Marinka o'ga keldik, Marinka o'ga keldik. Chigirtka olganmiz, Sherali chigirtka olib kelgan. Chigirtkada marinka o'qib ko'ramiz, xudo xolasa. Qarmoqlarni oldik mana chigirtkamiz. Makadashkada qush bozorida, Farg'onadagi qush bozorida, Bedana bozorida sotyapti. 35 mingmi? 20 ming ekan bitta Makadashkada. Sherali pastga tushib ko'raman deyapti. Ochiq joylarda endi topamiz. Juda ko'p qamich bosib ketgan. Daraxt ko'p joylar ekan. Mashqqa tashlab ko'ramiz. Yaxshi joy ekan. Ana hozir chigirtkani ilib tashladim. O dikkatli tortyapti. Marinka baribir chigirtkaga zo'r qarar ekanda. U ukaxon o'ynayapti, Sherali nari yoqda. Xullas manaqalar dala bir narsalar. Hozir zakanlarda ham ilon bosh yurmay qo'ydi. To'g'risi, zakanlarga borib vaqt o'tkazgandan shu marinka o'ga chiqqan yaxshi. Marinka o'ga ham ajoyib bo'lar ekan baribir. Yani to'g'risi men ko'p chiqmaganman. Shu bir oy nariyog'ida ham 3-4 marta chiqdim, video qilmadim faqat. Yaxshi marinkalar ushladim. Lekin joy zo'r ekan. Joy salqingina, tinch. Suv ham yaxshi oqyapti. Marinka chiqyapti deyishdi bu yerda. Kattalari chiqyapti ekan shunga. Razvedka qilib keldi. Agar bu yerdan hozir yaxshi chiqmasa, shu ovoldagi dachaga boramiz. Hatta ham yaxshi chiqdi bu yil. Kattalardan ushladik. Bu qarmoq marinka balig'ini tutish uchun moslashmagan o'zi. Chunki mana nima deydi? Uzun qarmoqda tashlab bo'lmasligi uchun shu kichkina qarmoqqa hozir montaj qildim. Asosiy marinka qarmog'im mana bu yerda yotibdi. 5,5 metrmi, 4,5 metrli. Buni tepadan tashlaydigan joy bor ekan, orqa tomonda shovva suv tushib turadigan, o'sha yerga montaj qilib tashlab ko'ramiz. Buni qaranglar, uspet qilmadim, video olgan. Chiroyligini qaranglar marinkani. Jonivor, qaranglar. Yomon chiqib qo'ydi, ammo borib yomon chiqdi. Endi harakat qilamiz, shunaqa qilib video qilib turamiz, sizlar zeriktirmaslik uchun. Bu marinka ushlashda ham ustasi bo'lishga harakat qilamiz bu yil, xudo xolasa. Mana shunaqa qilib qo'yib qo'yib to'shakchani savolib o'tiribman. Endi marta marinkani keladigan joy ekan demaydi. Maza qildim baba, to'g'risi. Endi ketamizmi deyman turuvdim. Kelganimizga o'zi bo'lsa bir 20 minut, 10 minut bo'ldi.
Demak, bu yerda yaxshigina marinkalar bor ekan. Xullas, mana shu yerda baklarini tozalab turib, joy qilib olishim kerakmikan? Shitillab asabga tegyapti. Qamishzor bu tomonlar. Barg ko'p oqar ekan suvdan o'sha leskaga tegib xalaqit qilyapti. Terak ko'pda, terak. Yana bitta tortib qo'y endi. 1,5 kiloligidan. Bu joydan boshqa chiqmadi. Endi hozir dachaga boramiz. Dacha bor, hozir gaplashdik. O'sha dachani ichiga kirib, marinkovni davom ettiramiz. Ajoyib joy. Xullas, dachalarda mana hech kim yo'q, chunki sovuqda. Hozir masjidga tashlab ko'ramiz. Shoshga harakat qilamiz. Dachadamiz. Suv juda ham tez oqyapti. Urda 1-2 marta tortyapti matdan, lekin hozir ana sheriklar tashlab o'tirishibdi. Harakat qilamiz ushashga. Mana Sherali hozir bitta rezultat qildi. Sherali qani? O'rab tashlabdimi? Kechkirdi. Sovuq ham bo'lib qopti ancha. Chunki suvni bo'yi salqin. So'qatib qoldik to'g'risi. 3 dona marinka ushladik. O'zi mana shu pastroqda, mana shu pastga tushib ketganda yaxshi bir suv qayrilib dimlanadigan joy bor edi. Bunaqa shovqin emas. Jimjit. Zo'r chiqardi ashtadan marinkalar. Nima aytdi, oqimligiga juda qiynaldik to'g'risi. Ilinib qolyapti ko'proq. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi kichkinagina bekorchilikda bitta video qilib qo'ydik sizlar uchun. Balki zerikarli bo'lgandir bu videomiz. Xudo xolasa, keyingi marinkovlarimizda yaxshi joyga chiqib, yaxshi natijalar qilib yana ko'rsatamiz sizlarga. Sog' bo'linglar.